O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 13-aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.